Stek Genesis priyomniklarimizda taxometrga o'xshab lazer orqali razviska qilishni bilarmidingiz? Videoni oxirigacha ko'ring, buni qanday qilishni sizga o'rgatamiz. Hozir navesni burchagidan bitta RTK rejimida nakloniy funksiyasini yoqib turib bitta nuqta olamiz, keyin uni masofadan turib lazer orqali razviska qilamiz. Markerda chizib qo'yganmiz, shundan bitta hozir nuqta olamiz. Nakloniy funksiyasi yonoq. Bo'ldi. Endi uni hozir masofadan turib lazer orqali razviska qilib ko'ramiz. Hop, tochkaga kirgan oxirgi PT5 tochkamiz. Buni razviska qilamiz. Ko'rib turganingizdek 7 metr, 2 metr uzoqlikda turibmiz. Endi chap tarafdagi lazer funksiyasini yoqamiz. Endi lazerni strelkadagi ko'rsatkichlar bo'ylab harakatlantiramiz. Ko'rib turganingizdek bizga belgi berishni boshladi, ovoz chiqarib. Mana ko'rib turganingizdek Stek Genesis priyomniklarimiz bilan signal olish qiyin bo'lgan joydan nuqta olib, uni lazer orqali razviska qilishni ko'rsatdik. Yanada qiziqroq ma'lumotlarni bilishni xohlasangiz, bizni kuzatishda davom eting.